Qo'qonda katta yangilik. Universitet ro'parasida achchiqchidamiz. Dunyoga mashhur bo'lgan achchiq ramyonlardan yeb ko'ramiz. Dunyoda birinchi o'rinda turadigan achchiq chips deymiz. Buni o'zi qo'llanmalari ham bor ekan. Meksikanikini yegandim. 15%ligini. Bismillahirrahmanirrahim. Mazasiga gap yo'q ekan. Achchiqchidan maxsus ramyonlari. Bismillahirrahmanirrahim. Eng achchiqlari. Koreyalik akalarimiz xush ko'rib ovqatlanadigan ramyon. Endi Qo'qonda. Tuxumlari ham bor ekan. Tokfoki deyishdi nomini buni. Buni men ichib qo'ya qolaman. Koreyaga borsam ham qiynalmayman ekanman. Bemalol shunaqa ovqatlar yeb yuraveraman ekan. Qo'qon universiteti ro'parasida achchiqchida biz ramyonlaridan ichib ko'ramiz. Shapillatib ichyapsan demanglar, o'zi shunaqa ovoz chiqaryapti mana. Achchiqchi Qo'qon shahri bo'ylab mana shunaqa mazali ramyonlarda issiq qilib xonadonlaringga yetkazib beradi. Bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarida ishlashar ekan. Buni butunicha yeb qolamiz. Mozzarella sirlari bilan ekan. Dunyodagi eng achchiq ramyonlar faqat Qo'qonda. Koreya, Yaponiya, Tailand, Vyetnam, Xitoy hamma mahsulotlarda achchiqchidan topasiz. Buldak karnavallar deymiz. Otlari ham ajoyib ekan. Koreyaliklar xafa bo'lmaysizlar mendan. Buni boshqacha usulda yevaryapman. Bunday qilaman, men moslasholmadim deb mana cho'pechaga. Bunday qilamiz, bunday qilib yeymiz. Endi kim xohlaganda qildi-da.
Buni tuxumni yoqa qovurilganiga. Tuxumni yaxshi ko'raman-da. Qo'qon universitetida achchiqchida barcha turdagi achchiq ramyonlar hammasi yerda mujassamlashgan ekan. Barchalarini kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Yakshanbadan tashqari har kuni ish faoliyatlari degan akalarimiz. Sog' salomat bo'linglar.